Amma Qasım orangutan g'azab o'xshaysan-ku, Juma. Ya Tusun, adamni hayvonga mı o'xshatamsan bu bakachilikda? Mayli adash, nimdi istavasa, qaramamsa. Qasım, sen hayvanotlar bog'iga kirganmi? Kirga, nim bo'ldi? Qaysi qapasdatdan? O'tma, sen tur adam zaliq qilmajma deb qo'yay. Bo'ldi Qasım, sen bek ko'nglimma. Lekin sen ras hayvanotlar bog'iga kirganmi? Nim bo'ldi? Sen nim berib boqqan? Ya bo'ldi. Men sinfdagi kishilarning cho'nlarini hurmatlashma deb qo'yay. Bo'ldi Qasım, sen ko'nglinganma. Ya lekin sen ras hayvanotlar bog'iga kirganmi? Ko'rgan dedim-ku. Qandoq ichib chiqding sen? Nima qo'shaqlarni ishlar bek qaqayslar-ku. O malum men orangutanga o'xshitib, hayvonotlar bog'ichisi nim bilan boqqan deb janqo qilyapti-da meni. Hey, bir-birsinglar zanglik qilmanglar deb qanchaqdan deyman sizlarga. Lekin sen ras hayvanotlar bog'iga kirib boqqanmi? Voy, yo'q, malum men kirib boqmagan. Kirib boqmadim, bo'ldimi? Qo'polman seni izlab kelibdi degan. Malum siz qağa. Ha bo'ldi, chaqchaq qo'ydim bo'ldi. Lekin bugun men oldinglarga azroq bir shum xabar bilan keldim. Bo'ldi. To'qoladi bu yerda. Bu shum xabar nima deb beray? Men yetib o'ylasam bizning matbuyda adam behchiqi. Shuning uchun men bugun dadillik bilan Juma Paranlardan birini tanlab qayta desem, qamlashmaydi, hammanglar o'zimni tushundirim. Voy, o'quvchilar. Boshqa men bir maydon musobaqa tayyorlab, qaysi musobaqada kimningki ifodasi eng nachar bo'lsa, shuni qayta deyman. Bo'ldi, sizlar bir yoqib o'quvchilar, sizlar yig'inga chiqmoqchilar hozir. Musobaqa menda bizning bu tanda nəhayət komediya, qiziqarlıq nərsligini biladigan adam kerak. Komediya, qiziqarlıq nərsini taza yaxshi uqmaydigan, aşındaq adamdan birini tanlab chiqarib etimiz bu tanda edi. Shuning uchun bugungi musobaqamiz hammanglarniki 10 sekund vaqtinglar bor. Men yumor demsizlar, men buni qilaman. Nima desanglar bo'ladi, lekin qiziqarlıq bo'lishi kerak. Hammanglarning fursatlar bor. Kimningki eng og'ir tanlab chiqadimiz, kimning taza tepa-tepamisa, so'zlagan gibi şunu ip taşlaymış. Qani, tuz o'tiranglar başladık. Tayyorliqinglar bitdimi? Unda bo'lsa, Nig'i sendan başladık, başla. Mushmat tunji qitim Urumchida metroga o'tirgan vaqtimda bilet olaman deb xo'jazang berdi. Xalqlar paypqin teshib ketkish kiysa, men sunib ketkish kiyman. Bizden yeni uyga ish yasaydiganlar kelgan vaqtida ishni o'lchmay, meni o'lchab ketdi. Bir kuni bir jilan masjidlikda shulankaga talab qo'yapti. Olti kirgan bola qaraversan 7 kirdi. Yo'lda chiroq qarab o'tadiganlar mashina diqqat qilinglar. Chunki sizlarni chiroq so'qmaydi, mashina so'qmaydi. Haqiqatda peqadonlar shundami? Men taz degandek rozi emas. Yana bir peqarayli. Nega başla? Mush do'qmosh o'tirib, g'aybat qilib axborot taqdirgan bir pang mo'mayniki, mush taqatgan axborotlarning hammasini o'zi o'ylashib topadi. To'y qildigan yigitiga toza, ishonch to'van bir qiz bola. To'y xatga qirindosh bilan qo'yib qo'yibdi. Haqlar menga pek amroq. Çünkü men haqlarning kayfiyatini 100% ko'taralayman. Tunugun taroz chiqsam, tarozning kayfiyati ko'tarilib 100 degan xat chiqdi. Tishyoq mushuk tutib olgan chashqanni choychilab yeydi ekan.
O'ziga qattiq ishongan tokchi kirini to'ksimi yeydi ekan. Bir voy qo'ylarni qirqib olsa, bir qo'z chiqib, "Xapama meni ikki tarafini yetib, o'ttirni qo'pgan" debdi. Yana bo'lasizlar. Eng oxirgi bir maydon, bir cho'gilam boshla. Qadimqi zamonda bir ishit bir beliqni yaxshi ko'rib qilib, ikkisi to'y qilib, o'sha hozirgi ishit beliq paydo bo'ldi. Uzungu yugurish musobaqasida birinchi bo'lish uchun o'ziga ruhlantirish o'kul olgan bir mahir, o'zining ruhlantirish o'kul olganligini hech kimga bildirmaslik uchun oxirgi pallaga eng oxiri yetib keldi. Baydoni ayol kishimiki deymi? Chunki bir narsa izlamoqchi bo'lib, ikki xatli bossang, oxir mundami, andami deb o'zi o'ylashib so'ramab ketadi. Jinoyatchilar tomoq usib bergan bir oshpaz kunda jinoyatchilarning chishiq tegiga Nima de? mushayyamsiz yo uyga ketib kelmisiz deb. İlan bilan 8 oyoq mushib, ilan tayoq yaptı. Ondan ilan 8 meni urib ketdi deydi menim. Parashyut sotadigan shirkatdan bir e'lonni ko'rib qoldim. Unda mana debdi. Bizning parashyutlar sifatli kompyuter, hammada muhimi bir qitim yechilib boqmagan. Hammanglarninki noyda har xil noyda sarxil paranglaringlar bor ekan. Qarashib kelsam bilinmadim. Tomoshabinlar sizlarchi kimning eng qiziq, kimning eng normal bo'lib qoldi. Sizlar bilan shu inkas rayoniga bir yezib qo'yishimni qattiq umid qilaman. Yana birisiga shu undidarlarni ichib so'v degan yerga DDFM degan xatni yezib, bizning salonimiz chiqadi, aytdi naq maydon go'nja o'qib qo'yinglar. Chunki bizningki mushtandilarimizningki sahnada o'ynagan idotlarimiz bor. Haqiqiy idot. Shu narsalar faqat biz salonimizda e'lon qilamiz, boshqa yerlarda e'lon qilmaymiz. Dal vaqtida ko'rishinglar uchun hozirning o'zida unutib qolmay turib bir salonni go'nja qo'ytinglar. Rahmat sizlarga. Rahmat.